Assalomu alaykum. Hozir men sizlarga yuqori chastotali fizioterapevtik qurilmani ishlash prinsipini ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bu qurilma insonni yallig'lanish kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Biz asosan bu qurilmani texnik tomonini o'rgatamiz. Ya'ni buni davolash tomonlarini biz o'rgatmaymiz. Biz faqat texnik tomonni qanday ishlaydi bu qurilmamiz. Shu tomonni sizga ko'rsatib bermoqchiman. Qurilmamiz hozir buni ichini ochib, sxemalari qanday ishlashini tushuntirib bermoqchiman. Ko'rib turibsiz, mana ichki tuzilishi qurilmamizda. Bu yerda transformator. Ya'ni biz bilamizki, ikki xil transformatorimiz bor. Kuchaytiruvchi va pasaytiruvchi. Bu yerda bu qurilmamizda kuchaytiruvchi transformator ishlatilgan. Transformatordan keyin keladigan kuchlanish mana ikkita diod orqali, ya'ni o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantiryapti. Dioddan keyin biz ko'rib turgan mana kondensatorimiz turibdi. Bu kondensatorimiz asosan tokimiz o'sha pasayib bo'lgandan keyin mana 63 volt 72 voltgacha ishlaydigan kondensatorimiz 4700 mikrofarad. Ya'ni bu kondensatorimiz filtrlash uchun ishlatilyapti bu yerda. Undan keyin bu kuchlanishimizni bo'luvchi sxemasi turibdi. Mana ko'rib turibsiz bu yerda. Ya'ni nimalardan iborat? Bu yerda mana sozlanuvchi qarshiliklar ko'rib turibsizlar, mana burab sozlab qo'yiladi. Undan so'ng sxemamiz mana bu yerda chastota chiqaradigan ikkita tranzistordan tashkil topgan. Tranzistorlarimiz mana radiatorga qotirilgan, ya'ni bu tranzistorlarimiz 27 MHz chastota chiqarganligi uchun bu qizib ishlaydi. Shuning uchun korpusga polni radiator o'rnatilgan. Undan so'ng bu 27 MHz da ikkita tranzistor orqali kuchaytirilyapti. Ikkita tranzistor, ya'ni biz bilamiz A klass, D klass, Y klass, yana boshqa kuchaytirgich sxemalarimiz bor. Bu yerda biz D klass kuchaytirgichdan foydalanganligini ko'rib turibmiz. Ya'ni bular tibbiyot sohasida 27 MHz da kuchaytirish biroz qiyinligi uchun bu yerda maxsus tranzistorlardan foydalanilgan. Ko'rib turibsiz, mana ustiga sarig'imiz tilla suvi yugurtirilgan. Bu tranzistorlar qimmat, ya'ni signalni buzilmasligi uchun bu maxsus tranzistor yasalgan. Agar buni o'rniga boshqa tranzistordan foydalanganimizda bu qurilmamiz bilamiz asosan odamni davolash uchun sinus signal chiqarish kerak. Bu D klass tranzistordan boshqa tranzistorlardan foydalansak, masalan Y klass, boshqalardan foydalansak, sinus signalimiz buzilish holatlari kuzatiladi. D klass kuchaytirgichimiz signalni buzmagan holda kuchaytirib beradi. Bundan chiqqan 27 MHz chastotamiz mana elektrodlarga ketyapti davolash uchun. Bu qurilmamizning asosan kamchilik tomoni mana D klass kuchaytirgichimiz kuyib qolishi ko'proq boshqa qurilmalarga nisbatan. Sababi bu elektrodlarga odamga elektrodlar ulaganimizda bunga yuklanma ko'proq tushadi.